Angliyadagi dangasa keliningizdan tuxumbarak, kinoyim qo'ying muxlis, bo'shga aralashib ko'rmang, asablaringiz tamom bo'ladi deyishlariga qaramasdan, meni baribir nafsim ustunlik qilib tuxumbarak qilishga kirishdim. Bu videomni ko'rayotgan bo'lsangiz, tuxumbarak ochilib ketmay pishishi uchun qanday lifehacklardan foydalanishingizni kommentlarda yozib keting. Xullas, xonadoshimga bugun tuxumbarak qilib beraymi desam, bilmasam, yeb ko'rmaganman degani menga ayni muddao bo'ldi. Demak, o'xshamasa ham baribir tuxumbarak shunaqa bo'larkanda deb yeyveradi deb YouTubedan har xil videolar ko'rib ishga kirishdim. Boshda hammasi juda oson ko'ringan edi, lekin yanglishibman. Hamma balo xamirlarni ham tayyor qilib, qozonga tuxum bilan solayotganingizda boshlanар ekan. Xullas, tuxum alohida, xamir alohida pishib oldi desam ham bo'ladi. Ertaroq kenayimning gapiga kirmaganligimga pushaymon bo'lib, qaytib bo'shga qo'l urmaslikka qaror qildim. YouTube'da qanday aytilgan bo'lsa, shunday qilgan bo'lsam ham o'xshamadi. Qissadan qissa shuki, birovning yo'lini aynan takrorlash o'sha natijaga olib boradi degani emas. Chunki retseptda yozilmagan eng muhim narsa bu tajriba ekan. Xonadoshimga videoni tayyor qilib ko'rsatsam, muxlis, iltimos natijani ko'rsatma, podpischiklaringiz ham blok qilib yuboradi, deyapti.